uyingizga qarab mag'rurlanib turishingizni qarang. Nima, bilmaydi deb o'ylayapsizmi? Siz qurayotgan mana shu uyda odam yashash tugulchi, men yonida tursam ham qo'rqaman. Ertaga qulab ketmasmikin deb. Bir ikki marta tekshiruvchilar kelganini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Xatolarni aytganicha quloqim bilan ham eshitganman. Nima, bizni bilmaydi, hech narsadan xabari yo'q deb o'ylayapsizmi? Bo'lma. Jonimga tegdingiz. Men o'zim ishimni qilaman. Siz aralashmang bo'ldi. Voy, nimaga aralashmayman? Ertaga zilzila bo'lsa, yo biror korxol bo'lsa, uy tap et, meni uyimga qulaydimi? Odamlarni aldash yaxshi emas, tushundingizmi? Toshkent viloyati Quyuchirchiq tumanida hali qurilishi tugallanmagan 5 qavat uy buziladigan bo'ldi. Toshkent viloyati qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi mutaxassislari tomonidan ushbu obyektda o'tkazilgan o'rganish ishlari davomida bir qancha kamchiliklar aniqlangan. Quruvchiga bino hali shu holatga kelguniga qadar bir necha bor yozma ko'rsatmalar ham berilgan. Xatolarni tuzatish va qurilishni tartibga solish bo'yicha ma'muriy talablar ham qo'yilgan edi. Biroq tadbirkor berilgan ogohlantirishlarni shunchaki qog'oz deb bilgan shekilli, kamchiliklarni bartaraf etmasdan sifatsiz poydevor ustiga qavatlarni ko'tarishda davom etgan. Ushbu aniqlangan holat yuzasidan obyektda elektron platforma orqali qurish montaj ishlari to'xtatilgan. Ushbu holat bo'yicha tegishli hujjatlar rasmiylashtirib, bugungi kun holatiga to'liq bartaraf etish, ya'ni obyektda buzishlar amalga oshirilmoqda. Agar qurilish oxiriga yetganida bir emas o'nlab oilalarga makon bo'ladigan ushbu binoning buzilishi boshida ochig'i biroz meni ham ranjitdi. Biroq gap odamlar salomatligi haqida, xavfsizligi haqida borar ekan, qaror to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qildim. Shunday ekan, mehnatingiz havoga uchishini va insonlar hayotini xavfga qo'yishni istamasangiz, avvalo tartib qoidalarga va o'rnatilgan barcha qonunlarga qat'iy rioya qiling.